Akalar olib qo'ygan kobaltimiz ham tayyor bo'ldi. Soat bitta ko'rib qo'yasizlar 3:18. Bunga akkurat ishlarimizni qilib berdik. 4 teshigiga go'shtlarni shullab, bu yoqqa pichalkalar uстановка qilib, полный salon oqartirib, podsvetkalarni qilib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Bu yoqda far regulyatorlari, rul, pechkalari, полный monitor CC3 uстановка bo'ldi. Bu yoqda tabloga bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar. To'g'risi audio dizaynda bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Skromniy chiqdi. Xrayarkilarni ham ishlatib, hammasini ishlatib berganmiz. Akalar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Aloqadamiz, pastda nomer qoldirib qo'yaman. Kelaverasizlar akalar, hammaga rahmat, sog' bo'lasiz.